Assalomu alaykum, Islom So'z kanali a'zolari, hurmatli obunachilar. Bugungi manzilimiz xudo xolasa Qo'shtepa, Xumtepa bozorining orqasi. Xudo xolasa juda ham chiroyli xonadonimizga darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Oddiy va skromli bo'lgan darvozamiz. Eniga 3.40 bo'lgan, bo'yiga 3.5, 1 kvadrat metr xudo xolasa 1 milliondan olib kelib o'rnatib berdik, aka-ukalar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xonadonimizga mana yarashgan bo'lsa, yarashdi deb qo'yasizlar, aka-ukalar. Niyat qilganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Darvozani materiallari polni qalindan bo'lgan. Zakazga tayyorlab berdik. Stoykalarimiz shivellar bo'lgan. Mashina o'tadigan joylari ham shivellar. Tepa qismi 10/5 profil. Tepa joyini ozgina chiroyli qilib ochib berganmiz. Darvozaxonaga ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli yarashgan, xudo xolasa. Yangi uchastka ekan. Eshigimiz 80 ochiladi, ochilishi. O'rtalari sentr zamok. Zamoklarimiz zobr zamok bo'lgan. Orqadan ko'rinishi mana. Orqa hovliga ham juda ham chiroyli yarashgan, mana hovlining orqa tomoni. Darvozani orqasi. O'rtalari sentr zamok, toshchina uruviga o'rnashgan. Darvozamiz mana ochilgan joyda turadi. Shabada zo'r ekan bu yoqqa. Shabada zo'r kelar ekan. Mana akalar, toshni uruviga o'rnashdi, xudo xolasa, ochilib yopilishi hamma yo'g'i joy-joyda bo'ldi. Mana yangi uchastkaga akamiz xudo xolasa yaxshi niyatda uylarni sopdi. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Hammamizga shunaqangi xonadonlarda solib yashash nasib qilsin. Aka-ukalar, bu darvozamiz eniga 3.40, bo'yiga 3.5 bo'ldi. 1 kvadrat metri 1 milliondan. Xohlaslaring 950 mingdan qilib beramiz. Stoykalari 8/8 profil bo'ladi. Rezinkalar qo'yib berganmiz. Hamma joyi mana qaranglar, yopilishi bitta qo'lda. Chiroyli qilib, katta odam ham, kichkina odam ham qiynalmasin deb hamma yo'g'ini qilib berganmiz. Ozgina rezinkasi ezilguncha sal qattiq bo'lib turadi eshigimiz ham. Eshigimiz ham zo'r. O'sha summasi 11 million bo'ldi, aka-ukalar. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Kraskalarimiz mokrasval, matvi kraska. Kraskalarimizni ham javob beramiz. Xudo xolasa zo'r chiqqan. Chaklarini ham hamma yo'g'iga e'tibor berib qo'yasizlar. Polni yamalib, hamma joyi so'rgilardi, o'rnilari ham tekis taqib ishlangan. Kraskalarimizni ko'rib turibsizlar mana. Juda ham chiroyli chiqqan, xudo xolasa. 6/4 profillarimiz 1.5 qalinlikda. 1 milliondan bo'ladigan bo'lsa 1.7 qilib beramiz. 950 mingdan bo'lsa 1.5, stoykasi 8/8 bo'ladi. Xuddi shu holatda bo'ladigan bo'lsa, profillari 1.7, listlari 2lik, stoykalari shivellar bo'ladi, aka-ukalar. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Kraskalarimiz ham mokrasval, javob beramiz kraskalarimizga.